$85,000 ketgan bir emas ikkita Gazelni sizlarga obzor qilaman. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Va akalar men shifagat otishni bilmayman lekin. Obzorimizdagi Gazel ikkita. Birinchisi qora, ikkinchisi oq. Yaqinda Tuning House Dilshod akam obzor qilgan Gazellarni kommentiga usti yaltiroq, ichi qaltiroq, shunda deb yozib qo'yishibdi. Bizdan ham videomizni kommentiga bunaqa negativ bo'lmasligi uchun bizni ustidan emas, ichidan obzorni boshlaymiz. Ketdi. 990 ni oldida dam oladi lekin. Men topdim 990 Gazelni. Motorini gaplashamiz. $7,000 ga Toyota 3UZ va 8 obrazli 4.3 litrli atmosferniy motor qo'yilgan ekan. 300 plus ot kuchi ekan. Bunaqa motorga ustunlikli tormoz sistemasi qo'ymasa bo'lmaydi. Amerikanskiy vakuum. Orqa taraf baraban bo'ladi, bilasizlar. Tormoz sistema perforatsiyali support qo'yilgan. Bunga $400 rasxod ketdi. Haqiqiy minisovka furalarning diska baloni $1,500. Uzunligini ko'rasizlarmi? Haqiqiy amerikanskiy furalarga o'xshab, shtorkaga o'xshab ochiladi bu orqa taraf borti. Buni o'ziga $5,000 rasxod ketgan. Endi bu bortni yasab, bu nima ish qiladi Gazelchilar desanglar, yaqinda rossiyalik bloger o'ziga Bugatti avtomobilni xarid qildi. Dilshod aka Mayve avtosalon rahbari olib keltirib berdilar. Toshkentda bir oycha turdi, keyin Rossiyaga jo'natib yuborildi. Ana o'shunaqa mashinalar, Ferrari, McLaren, BMW avtomobillarini mana shu furani orqa taraf bortiga ortib, Rossiya, Qozog'iston va o'zimizga tashladi. Haqiqiy duh etapli resorlar, original Toyota amortizatorlari, hadoylari full komplektatsiyada $1,000 ga aylandi. Parok xrom elementlar original Duga $550 rasxod ketibdi. Original fara, gabarit chiroqli $600. Orqa tormoz chiroqlari original qo'yilgan ekan, har bittasi $50 dan turar ekan. Endi yaltir-yultirni boshlasak bo'ladi. SNG bo'yicha birinchi bo'lib 990 Gazelga salon pertiyashga Toyota Sienna torpedkasi qo'yilgan ekan. Bunda klimat kontrol, abduf abagrev hammasi bor ekan. Bu $3,000 ga aylangan ekan. Plus Toyota'ning sidenasi, audio sistema, ratsiya $700 ga aylangan ekan. Tamar brendiga tegishli original podkrinnilar, o'zini original kronshtaynlari bilan birga. Italyanskiy o'sha mashhur Daken yashiklari original. Bu $300 ga aylangan ekan. Qora Gazelimiz 2008-yil eski model bo'lganligi uchun $13,000 ga xarid qilingan ekan. Bu yangi model 2023-yil mordasini ham ko'rasizlar, yangicha. Bu $30,000 ga olingan ekan. Motoriga ham bir xil $7,000lik Toyota motor qo'yilgan ekan. Morda restyling qilingan $2,000, qosh $300, korona bo'lsa $600 ekan. Tormoz sistemasi stok holatda ekan, yangi model bo'lganligi uchun qoradan ko'ra moshniyroq ekan. Diska balon почти bir xil ekan, $1,500. Oq Gazelimizni salonida ko'p ish qilinmagan ekan, deyarli stok holatda $250 ga Mersrul qo'yilgan, avtonomka sistema qo'yilgan ekan. Mashina o'chuv holatda ham salonni tashiydi. Keyin mashinada bir xil ratsiya bor ekan. $200 turadi. Audio sistemaga bo'lsa $600 rasxod qilingan ekan. Oq Gazelimizda ham o'sha mashhur Daken italyanskiy yashiklar $180. Keyin buni orqa borti Rossiyada qilingan ekan. Original Tent Best'da $7,000 ga aylangan ekan. Bu mana parkov $200. Buni prisepi ham bor ekan, 15 metrga mashina cho'zilib ketadi. Uni $5,000 ga olgan ekanlar aka. Sizga qaysi Gazel yoqdi? Oqmi yoki qorami? Endi menimcha bu obzorimga kommentariyasiga usti yaltiroq, ichi qaltiroq deb yozishmasa kerak. Bitta like bosib qo'ying.